Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali 50 ta darsda ingliz tili, ya'ni kurslarimizni davom ettiramiz. A0 dars, 6-dars do'stlar va biz boshlaymiz. Birinchi nimamiz do'stlar dictionary bo'lib hisoblanadi. Birinchi darsimizda bu cake so'zi, birinchi so'zimiz cake. Cake so'zi bu tort deb переводlanadi yoki shirinlik. Tort deb ketsak bo'ladi, masalan. Cake, tort yoki shirinlik. Continue. Continue so'zi bu fe'l bo'lib hisoblanadi, ya'ni davom etishni nima qiladi, ya'ni davom ettirish. Jump so'zi ham fe'l do'stlar. Bu jump so'zi sakrash degan ma'noni anglatadi. Sakrash. Smoke, ya'ni chakish, tutun. Smoke deb, ya'ni buni smoke'ni fe'l qilib ham qo'llasak bo'ladi, smoke deb tutun ham foydalansak bo'ladi yoki chakish degan ma'noda kelsa ham bo'ladi. Mana. Keyingi so'zimiz bu ring. Ring so'zi bu yerda hozircha biz uzuk degan ma'nosini o'rganib turamiz. Ring degan so'z masalan qo'ng'iroq degan ham ma'noni anglatadi. Ring degan so'z nimani qo'ng'iroq degan ham anglatadi. Buni oldingi kurslarimizda, ya'ni ko'ramiz. Keling, hozircha takrorlaymiz. Cake, tort. Continue, davom etmoq. Jump, sakrash. Smoke, tutun. Ring, uzuk. U har yozda sayohat qiladi, ya'ni har yozda. Bu so'zimiz every summer. She travels every summer. She travels every summer. U bu taomni yaxshi ko'radi. She likes this food. She likes this food. U AQShda yashaydi. AQShda yashash. She lives in the United States. She lives in the United States. U har yozda sayohat qiladi. She travels every summer. U ya'ni u bu taomni yaxshi ko'radi. She likes this food. U AQShda yashaydi. She lives in the United States. Onam tort pishiryapti degan nimani ko'ramiz. Tort yoki shirinlik do'stlar. My mom is baking a cake. Bu yerda do'stlar ko'rganingizdek ikki so'z. Bu yerda men present continuous degan fe'l, ya'ni mahalni foydalandim do'stlar. Chunki biroz motivatsiya bo'lsin degan ma'noda o'rganishga, ya'ni bake so'zi bor do'stlar. Masalan, bake. Bakery degan so'z ham bor. Pekarnya deb aytadi, ya'ni nonvoyxona. Bakery deb yoziladi. Bake so'zi bu, ya'ni pishirish. Bake a cake. Bake so'zi, ya'ni cook degan so'zga ham o'xshab ketadi. Cook, ovqat tayyorlash. Bake esa do'stlar, masalan, non pishirish, shunday narsalarni, shirinliklar pishirish, shunday narsani bake deb aytadi. Bu yerda baking so'zi bu yerda nimaga kelgan? Present continuousga. Present continuousni men hozircha tushuntirmayman, keyinroq tushuntiraman. Va bu yerda my mom deb yozdi do'stlar. My brother, my sister deb aytamiz, to'g'rimi? Masalan, men my mom deb aytyapman sizlar uchun. Значит, bu yerda men qo'yishim kerak. U sizning oyingiz bo'la olmaydi, mening oyim. Masalan, sizning oyingiz deydigan bo'lsak, your mom deb aytar edik. Endi nimaga mom is baking a cake deb ketmadik? Chunki bu yerda ko'pchilikning siz tanimaysiz mening onamni, mening onam deb aytyapman. To'g'rimi? Siz masalan o'zingizning, oilangizning nimasida bo'lsangiz, mom is baking a cake deb aytsangiz bo'lar edi. Ya'ni oyim, chunki uning ham singlingizning, akangizning ham oyisi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun mom is baking a cake deb ketsangiz bo'lar edi. Biroq bu yerda ko'pchilikning oldida mening oyim deb aytishimiz kerak bo'ladi. Yoki sening oying yoki uning oyisi degan ma'noda tushundingiz degan umiddaman. Unga sizning yordamingiz kerak. Unga, ya'ni he needs your help. He needs your help. He needs your help. Bunday qilib qo'yaman do'stlar. Bular alohida so'z bo'lib hisoblanadi. U ba'zan menga bu haqda aytib beradi. Ya'ni he sometimes tells me about it. Ba'zan so'zi sometimes deb aytgandim.
sometimes, often, usually degan keywordlar bor. Present simple'ning, ya'ni do'stlar, bularni yod olib qo'yishingiz kerak. Onam tort pishiryapti. My mom is baking a cake. Bake, cook. Unga sizning yordamingiz kerak. He needs your help. U ba'zan menga bu haqda aytib beradi. He sometimes tells me about it. Biz loyihani davom ettirishimiz mumkin. Ya'ni hozirgina o'rgangan so'zimiz continue so'zi bor. Shuni biz davom ettirib ketsak bo'ladi mana. We can continue the project. Ya'ni we can continue the project. Ya'ni loyihani davom ettirishimiz mumkin. We can continue the project. U kompaniyada ishlaydi. She works in a company. She works in a company. Uning juda ko'p savollari bor. She has so many questions. She has so many questions. Biz loyihani davom ettirishimiz mumkin. We can continue the project. U kompaniyada ishlaydi. She works in a company. Uning juda ko'p savollari bor. She has so many questions. Endi akam sakrashni yaxshi ko'radi. Hozirgi o'rgangan so'zimiz bu jump so'zi edi. My brother likes to jump. My brother likes to jump. Masalan, bizning yoshlik paytimizda ko'p divanlarda sakrar edik, to'g'rimi? Masalan, aytadigan bo'lsak, my brother likes to jump on the sofa. Ya'ni sofa, on the sofa bo'ladi, do'stlar. In the sofa emas, on the sofa. Masalan, bir narsaning поверхность deb aytaman rus tilida. Поверхностьning ustida sakraydigan bo'lsak, on bo'lib hisoblanadi. On degan nimani qo'llaymiz? On the sofa. My brother likes to jump on the sofa. Mening akam sakrashni yaxshi ko'radi deb degan edik. Endi mening akam divanda sakrashni yaxshi ko'radi. Bu juda ko'p pul turadi. Ya'ni it costs so much money. It costs so much money. U juda yosh ko'rinadi. Ya'ni yosh ko'rinmoq. He looks very young. He looks very young. He looks very young. Bunda chekish mumkin emas. Chekmoq so'zini bilgandik yoki chekish yoki tutun degan so'zni deb aytdim do'stlar, to'g'rimi? Endi you can smoke in the restaurant deyapti. Ya'ni sen restoranda chekishing mumkin emas degan ma'noda kelib turibdi. Smoke, you can smoke. Bu yerda cannot degan so'z bor do'stlar. Buning ya'ni I can smoke in the restaurant. Men restoranda cheka olaman yoki endi cheka olmaydigan bo'lsak, bu qisqartirilgan versiyasi edi. Bu cannot degan so'z bor do'stlar. Men qila olmayman degan ma'noda rus tilida могу отрицательный formasi не могу bo'ladi rus tilida. O'zbek tilida ham shunday, men qila olaman yoki men qila olmayman degan ma'noda keladi. Cannot bu inkor formasi, ya'ni positive deb aytsak bo'ladi, bu esa negative deb aytsak bo'ladi. Ya'ni cannot. Qisqartirilgan formasi esa can't bunda. You can't smoke in the restaurant. Masalan, yana bir in the restaurant demay, you can't smoke in this building desak ham bo'ladi. Endi building degan so'z bor, bino degani. Bu yerda bino degan so'z bor. Masalan, you can smoke in the restaurant, you can smoke in this building. Yoki yana bitta so'z bor, bu masalan sizning уровеньingizni yaxshilaydigan deydigan bo'lsak, you can smoke in this establishment degan bor. In this establishment. Bu qo'shimcha bizning slovarimizga eng nima bo'ladigan so'zlar. Ya'ni bizning lug'atimizga. You can smoke in this establishment. You can smoke in the restaurant or you can smoke in this building. Bu ham bino ikkalasi sinonim, biroq establishment do'stlar. Ko'rganingizdek bu uncha jarangliroq bo'lib nima qiladi? Building desangiz ham bo'ladi. Zdaniya yoki bino. Establishment bo'ladigan bo'lsa, masalan, bir korxonalar, ko'pincha shunday joylarni establishment deb aytsak bo'ladi. Bu menga juda yordam berdi. Ya'ni it helps me so much. It helps me so much. It helps me so much. Unga ko'proq pul kerak. Ya'ni unga he needs more money. He needs more money. He needs more money. Restoranda chekish mumkin emas. You can smoke in the restaurant.
yoki binoda chekish mumkin emas deydigan bo'lsak, you can smoke in the building yoki bu binoda chekish mumkin emas. You can smoke in this establishment do'stlar. Bu menga juda yordam beradi. It helps me so much. Unga ko'proq pul kerak. He needs more money. Men bu uzukni onlayn buyurtma qilmoqchiman. Ya'ni uzuk so'zini ring deb biz nima qildik do'stlar? Tarjima qildik, to'g'rimi? I want to order this ring online. I want to order this ring online. Uning akasi bor. Ya'ni she has a brother. She has a brother. Unga sizning maslahatingiz kerak. Ya'ni she needs your advice. She needs your advice. She needs your advice. Men bu uzukni onlayn buyurtma qilmoqchiman. I want to order this ring online. Uning akasi bor. She has a brother. Unga sizning maslahatingiz kerak. She needs your advice. U shu hududda yashaydi. Ya'ni yashamoq live. Ya'ni she lives in this area. She lives in this area. U tez-tezdan sayohat qiladi. Ya'ni he often travels. He often travels. Bu $20 turadi. Ya'ni $20, it costs $20. It costs $20. U shu hududda yashaydi. She lives in this area. U tez-tezdan sayohat qiladi. He often travels. Bu $20 turadi. It costs $20. Uning savoli bor. Ya'ni savol ya'ni he has a question. He has a question. U buni ancha yaxshi qiladi. Ya'ni qilmoq. He does it much better. Keling, biror bir qiziqroq qilib, ya'ni bir nima tuzib ko'ramiz. Mening oyim, ya'ni tortni juda yaxshi qiladi. Ya'ni bajaradi yoki pishiradi. My mom, ya'ni mening oyim yoki mom deb so'z biz qisqartirilgan nimani aytyapmiz? Mother bo'lish kerak. To'g'ri, aniqrog'i. My mother bakes, ya'ni bake so'zi do'stlar va unga s qo'shiladi. Bakes a cook, ya'ni a cook debman. A cake, ya'ni ancha yaxshi. Much better. My mother bakes a cake much better. Kechasiz bu yerdan nima ketdi? Xato. Much better. Bu $200 turadi. Ya'ni it costs $200. It costs. Keling, buni ham qiziqroq qilamiz. Ya'ni biz hozirgina yodlagan so'zimiz uzuk. Ya'ni the ring uzuk turadi. Costs, ya'ni the ring costs. Masalan, $900. Ya'ni the ring costs $900. The ring costs $900 do'stlar. Uning savoli bor. He has a question. U buni ancha yaxshi qiladi. He does it much better. My mother bakes a cake much better. It costs $200. The ring costs $900. U mashina haydaydi. Ya'ni mashinani haydash bu drives a car. He drives a car. Keyingi nimamiz? Bu haqiqatan ham g'alati tuyuladi. Masalan, it seems really strange. Masalan, aytamizki do'stlar, keling, bir nima tuzib ko'ramiz. Ya'ni bu yerga hozirgina yodlagan so'zimiz my brother, meaning akam, ya'ni likes to jump. Ya'ni likes to jump. Buni bunday qilib qo'yamiz. Likes to jump on the sofa. To'g'rimi? Ya'ni mening akam divanda sakrashni yaxshi ko'radi. Endi bu haqiqatan ham g'alati tuyuladi, to'g'rimi? Sakrash, divanda sakrash bu haqiqatan ham to'g'ri. Uning amortizatsiyasini keltirish nima qilishi mumkin? Ya'ni divanning burungi, ya'ni oldingi nimalarda prujinalar bo'lib, prujinasi chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun it seems really strange deb qarasangiz bo'ladi, chetdan qarab turib.
ya'ni it seems really strange. My brother likes to jump on the sofa. It seems really strange. To'g'rimi? Keling, endi u buni yaxshi qiladi. She does it very well. She does it very well. So, mayli. Keling, endi bu yerda biror bir narsani tushuntirmoqchiman. Like dan keyin do'stlar biz to'ni olib tashlaymiz va jumping deb qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni ing formasini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Men hozircha jump qilib turibman. To. Hozircha biz verb, ya'ni verb plus to plus verb degan biz nimani o'rganyapmiz. Hozircha bizning oldimizda hali, ya'ni undan keyin verb plus verb ing qo'ysak ham bo'ladi. Bir ayrim fe'llarda yoki nimalarda buni biz darsliklarimiz, kursimiz davomida o'tib ketamiz. U mashina haydaydi. He drives a car. Bu haqiqatan ham g'alati tuyuladi. My brother likes to jump on the sofa, so it seems really strange. Ya'ni bu yerda do'stlar nima tochka qo'ymay so deb ketsak bo'ladi. So it's, ya'ni shunday, so ya'ni biz nima qilib ketsak bo'ladi? Ikkala nimani gapni qurashtirib ketsak bo'ladi. My brother likes to jump on the sofa and yoki deb qo'ysak bo'ladi. Va it seems really strange. It seems so. Biz sowni ham qo'llasak bo'lar edi. Biz biroq hozircha andni qo'llab turamiz. Sowni siz hozircha siz uncha tushunmaysiz. Masalan, bu ko'p kontekst ko'p o'qisangiz so degan so'zlar nima uchraydi va siz shu paytda tushunib olasiz. U mashina haydaydi. He drives a car. My brother likes to jump on the sofa and it seems really strange. Verb to, ya'ni verb plus plus verb. U buni juda yaxshi qiladi. She does it very well. Uning bo'sh vaqti juda oz. Masalan, keling. He has too little free time. Keling, buni biz hozir qiziqroq qilamiz. Ya'ni chekish uchun unda juda oz nima bor, vaqt bor deb aytayotganimiz. To smoke degan so'zni qo'shib yuborsak, masalan, chaqmoq, tutun so'zini aytgan edik, to'g'rimi? Bu so'zlar. Ya'ni he has too little free time to smoke. Yoki do'stlar, to smoke ning o'rniga for smoking desangiz ham bo'ladi. Ya'ni buning o'rniga for smoking desangiz ham bo'ladi yoki to smoke. Bir nimalarda yozib qo'yadi do'stlar, ko'rgan bo'lsangiz no smoking deb yozib qo'yadi bir joylarda. Bu chakish mumkin emas degani yoki bu chakish uchun nima bor, ya'ni shtraf bor deb aytsak bo'ladi. Ya'ni he has too little free time edi. He has too little free time to smoke or for smoking. Masalan, bir odamlarning chakish uchun umuman vaqti bo'lmasa, shunday deb aytib ketsak bo'ladi. Biz hozir masalan ma'nosi bir-biriga to'g'ri kelmaydi, biroq biz faqat so'z yodlash bizning nimamiz har xil metodlar bilan. He has a problem. Uning muammosi bor. Keling, buni ham qiziq qilamiz. Masalan, ko'z oldimizga chakadigan insonni keltiramiz. Masalan, he has a problem with masalan, kechasiz uning sog'lig'i bilan muammosi bor deydigan bo'lsak, kechasiz. Masalan, uning sog'lig'i bilan muammosi bor deydigan bo'lsak, he has a problem with health. Ya'ni sog'liq. Bu insonning sog'lig'i bo'lib hisoblanadi, so'z health. Masalan, chekadigan insonni aytadigan bo'lsak, he has a problem with, masalan, uning ya'ni o'pkasi bilan muammosi bor. With lungs. O'pka so'zi bu lung. He has a problem with lungs. Sigaretda deb, masalan, because of degan so'z bor do'stlar. Masalan, aytadigan bo'lsak, buning hammasi seni deb bo'ldi deb aytsak, masalan, bu faqat primer, ya'ni misol, bu yerda he has a problem with lungs because, ya'ni because of sigaret so'zi bor. Adashmasam, sigaret so'zi bu cigarette deb yoziladi. Cigarette deb o'qilar edi. He has a problem with lungs because of cigarette.
ya'ni uning o'pkasi bilan muammosi bor, ya'ni sigaretni deb uning o'pkasi bilan muammolari bor. Aha. He has a problem degan so'z edi, biroq biz uni ya'ni uzun so'zlar tuzib boshladik. He has a problem with lungs because of cigarette. U menga bu haqda tez aytib turadi. Ya'ni masalan, he has a problem with lungs because of cigarette deb aytadigan bo'lsak, masalan, buning o'rniga he ni qo'yib yuborib, masalan, sizning do'stingiz sigaret chekadigan bo'lsa, u ko'pincha mening o'pkam bilan sigaret bilan nimam bor deb aytsak bo'ladi, yoki jigar bilan muammom bor deb aytsa, he often tells me about it deb aytsak bo'ladi. Qurashtirib yuborsak bo'ladi. U menga bu haqda tez aytib turadi. She often tells me about it. Uning bo'sh vaqti juda oz. He has too little free time to smoke or for smoking. Aytganimizdek no smoking deb bir establishment, building or restaurantlarda yozib qo'yishi mumkin. Uning muammosi bor. He has a problem with health. He has a problem with lungs because of cigarette. Ya'ni sigaret deb uning nimasida o'pkalari bilan muammosi bor. She often tells me about it. Do'stlar, ya'ni darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ancha produktiv bo'ldi degan hisoblayman. Productive bo'ldi deb hisoblayman. Productive so'zi bu ingliz tilida productive bo'lib yoziladi. Ya'ni produktivni, ya'ni ancha samarali bo'ldi degan hisoblayman. Ko'p so'z yodladik. Ya'ni qiyin приложениялар tuzib o'rgandik, ya'ni gaplar tuzib o'rgandik. Videomiz yoqsa like bosing. Har bir bitta ibora bo'lsa ham yozib ketishni unutmang kommentariyamizga va bizni kuzatishda davom eting. Oldinda hali qiziq temalar bo'ladi. Ko'rishguncha xayr.